Nega siz aynan shunday tug'ilgansiz? Bu tasodifmi yoki genlarning aybimi? Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Oldin xabar berganimizdek, bugun mana genetika sohasi bo'yicha yutuq mutaxassis olimni davramizga chaqirdik, vaqtlarini topdik. Avvalambor assalomu alaykum Faxriddin aka. Alaykum assalom. Bizni podkastimizga xush kelibsiz. Birdaniga savolga yuzlanaman. Genetika inson hayotini butunlay o'zgartiradimi? Olim sifatida, mutaxassis va bir fuqaro sifatida sizni fikringiz? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, mana shu podkastga chaqirganinglar uchun sizlarga o'zim tashakkurimni bildiraman va podkastning kelgusi faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat. Bu juda yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman. Sababi endi top universitetlardan bittasi O'zbekiston Milliy universiteti va fakultetimiz ham mana shu top universitetda bitta yetakchi fakultetlardan biri. Endi genetika sohasiga keladigan bo'lsak, genetika inson hayotini butunlay o'zgartirib yuboradimi? Endi qisman ha. Qaysi ma'noda? Endi baribir xohlaymizmi yo'qmi? Eng birinchi navbatda inson uchun ozuqa. Albatta. Endi ozuqa ya'ni ovqat bilan ta'minlanish kerak. Keyingi endi uni ayro ayta olmaymiz. Kasalliklar bilan shug'ullanish, anaqa kurash. Kasalliklar bilan kurash hamda iste'mol, ya'ni ozuqa iste'moli. Mana shu ikki asosiy jihatlama qaraydigan bo'lsak, birinchidan hozirgi kunda gen terapiya, har xil nimalar sog'lik jihatdan qaraydigan bo'lsak, yoki boshqa umuman o'sha innovatsion meditsina texnologiyalari rivojlanib ketdi. Bu jihatlama demak har xil og'ir kasalliklarni oldini olish, kerak bo'lsa o'shani bartaraf etish bo'yicha yaxshigina demak qadamlar bo'lyapti, yaxshigina muvaffaqiyatlarga erishilyapti. Bu jihatlama demak inson hayoti o'zgaradi. Endi ikkinchi yana bitta demak ozuqa. Ya'ni iste'mol. Ozuqa inson baribir oziqlanadi, ovqat yeydi. Demak, yeydigan demak mahsulotlarimiz ham ekologik jihatdan sof bo'lishi kerak. Hozirgi kunda endi har xil GMO mahsulotlari, ya'ni genetik o'zgartirilgan organizm mahsulotlari. Endi genetik o'zgartirilgan organizm mahsulotlarini ham kategoriyalarga bo'lsak bo'ladi. Zararli, o'rta zararsiz yoki bo'lsam umuman zararsiz degan. Hozirgi kunda bir qancha texnologiyalar chiqib ketdi. Mana Nobel mukofotini ham olishdi oxirgi o'sha 10 yil ichida, CRISPR-Cas9 degan. Bu texnologiya bo'yicha bir qancha texnik ekinlarni allaqachon texnik ekinlarda yangi navlar уже allaqachon ishlab chiqarishga joriy etilyapti. Ozuqa ekinlari bo'yicha ham demak mana Yevropa ittifoqi deyarli o'sha mana qonun chiqarishi ustida bosh qotirishyapti. Endi Faxriddin aka, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Genetik o'zgartirish bu xavflimi yo'qmi? O'simlikni genetik tarafdan o'zgartiryapmiz yoki oziq-ovqatlarni, GMO mahsulot deyapmiz. Genetikada o'zgartirish xavflimi? Demak, genetik o'zgartirish o'zi tabiatda ham mavjud. Tabiatda ham mavjud. Endi organizm qancha yuksak, ya'ni mukammal bo'lgan sayin mutatsiyaga uchrashi sekin. Soddaroq bo'lgan organizm, misol uchun bakteriyalar yoki bo'lsa viruslar yoki bo'lsa zamburug'lar tez mutatsiyaga uchrab turadi. Endi misol uchun aytaylik, insonga yoki bo'lsa o'simliklar mukammal organizmlarga keladigan bo'lsak, ular genetik o'zgarib turadi. Ya'ni tabiatda bor narsa. Tabiatda bor narsa. Inson faqat hozirgi texnologiyalar faqatgina shu xalq xo'jaligi uchun, ya'ni inson uchun foydali jihatini o'zgartirish maqsadida bu texnologiyalar qo'llanyapti va xavflimi degan joyiga
Agar misol uchun aytaylik, CRISPR-Cas'ni oladigan bo'lsak, texnologiyani, off target, ya'ni o'sha maqsadsiz joyga tushib qoladigan bo'lsa, agarda, lekin bu juda kamdan kam bo'ladi. Off target joyiga tushib qoladigan bo'lsa, bu boshqa genni ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Lekin o'sha maqsaddagi genni o'zgartiriladigan bo'lsa, unaqa xavfli joyi yo'q. Demak, maqsadli qilib olimlar yoki mutaxassislar tomonidan geni o'zgartirilgan bo'lsa, maqsad ko'zlangan bo'lsa, demak bu xavfli emas. Albatta, bu xavfli emas. Endi misol uchun aytaylik, bitta turni, ekin turini kasallikka chidamsizligi. Aynan bir o'sha o'simlik turining nomini aytib ketaylik, chunki bizni kuzatayotganlar o'sha aniq o'sha narsani ko'z oldiga keltirish kerak. Domestication degan narsa bor-da. Domestication bu xonakilashtirish degani. Xonakilashtirish degani, ya'ni ekin turini oladigan bo'lsak, o'sha yovvoyi turidan, demak, yangi navni o'sha evolyutsiya jarayonida, o'sha inson o'sha taraqqiyoti davomida bu narsa yangi nav sifatida shakllangan. Endi de novo domestication degan narsa chiqdi. De novo domestication degani yangi texnologiya asosida xonakilashtirish. Albatta. Mana shu narsa yuqoridagi o'sha CRISPR-Cas texnologiyasiga ko'p nima qilyapman, yuzlanyapman. Bu pomidorda, siz aytganda ekin turini nomini aytadigan bo'lsak, pomidorda yoki bodringda. Yovvoyi turda, endi bu misol tariqasida aytib o'tib ketaman. Yovvoyi turdagi pomidordagi 5 ta genni o'zgartirib, nav ko'rinishiga olib kelishdi olimlar. Ko'ryapsiz, atigi 5 ta gen. Yovvoyi pomidorda hozirgi iste'moldagi yangi nav turiga keltirildi. Turiga yaqin bo'lgan navni olishdi. 5 tagina atigi genni o'zgartirib, o'sha ko'rinishga olib kelishdi. Ko'ryapsizmi buni texnologiyani ahamiyatini, inson hayoti uchun ahamiyatini? Bu yuqorida aytganingizdek, bu geni o'sha o'zgartirildi va bu xavfli emas. Biz bu kundalik hayotda iste'mol qilayotgan bu oddiy oziq-ovqat mahsuloti. Albatta. Lekin bitta narsani bilishimiz kerak, bu genni o'zgartirish ham buni tagida, zamirida juda katta mashaqqatli mehnat yotadi. Sababi eng avvalo o'sha birinchi o'rinda o'sha genom ketma-ketligi o'rganilishi kerak, keyin gen ketma-ketligi, uni funksiyasi aniqlanishi kerak. Ana undan keyingina o'sha tegishli genotip deylik, o'sha yoki ekin turini o'sha genni o'zgartirish mumkin. O'sha genotipdagi. Ungacha demak bu yoqda ancha mashaqqatli, og'ir bo'lgan mehnatlar yotadi. Albatta. Xo'p, Faxriddin aka, men bir qarab qo'ying. Bu hali anaqa nima qilyapmiz? Yo'q. Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Chunki hali buni montaj qilamiz. Lekin prosta tayyorlanaman deyapman. Bo'lmadi. Xo'p, Faxriddin aka, yana menda bilmayman, balkim shunaqa insondirman. Ko'proq balkim kitob o'qiyotganimizga yoki bo'lmasam ko'proq media makonda bo'lganligimizmi, ya'ni gadjetlarni ko'proq ishlatyapmiz-da hozirgi kunda. Yotgunimga, uxlagunimga qadar va ertalab tong otgandan gadjet bilan uyg'onaman va gadjet bilan uxlayman. Menda bir savol tug'iladi-da, bilmayman, balkim sizning fikringiz qandaydir. Kelajakda genetik olimlar yoki bo'lmasam mana shu gen bilan, DNK bilan shug'ullanadigan olimlar, ya'ni ikkita shaxs, ayol va erkakni nikoh marosimigacha yoki bo'lmasam to'ydan oldingi davrgacha uni qon analizi, tahlilidan ulardan tug'iladigan bolaning jinsini aniqlash mumkinmi? Men mana shu narsani ko'proq o'ylayman. Menimcha qaysidir ma'noda bu hozirda ham bor. Bor, ha? Bu tahlillar bor. Men bilishimcha, lekin bu urug'langandan keyin menimcha yana aniqini bilmadim. Boya yuqorida aytib o'tib ketdim. Demak, tibbiyot bo'yicha ehtiyot bo'lib gapiraman baribir. Bu narsaga eng yaxshisi javob bermay qo'ya qolay chunki. Tushundim. Bu ya'ni meni doim o'ylayman o'sha narsani. Balkim qaysidir tibbiyot sohasidagi genetik olimlar bilan ham xudo xolasa podkastimizni uyushtirib, bu balkim o'shalardan xudo xolasa javob topamiz. Agar Faxriddin aka, mana qarang, hozirgi kunda oziq-ovqatlar turi shunchalik ko'p,
qishloq xo'jaligida ham yoki bo'lmasam yil 12 oy davomida bizda supermarketlarimizga yoki bozorlarimizga kirsak, Xudoga shukr, xohlagan meva, o'simlik, poliz ekinligi bo'ladimi, hammasi bor. Agar genetika mana shunday darajada rivojlanib borsa, qishloq xo'jaligida bu qayergacha borish mumkin? Yoshligimizda Abdullajon degan filmni ko'rganmizda, tarvuzni katta qilib beradi. Shu darajagacha borishimiz mumkinmi? Endi yaxshi savol bo'ldi. Biz o'zimizning soha, demak, mana yer kurrasi, sayyorasi deylik, o'sha aholi soni borgan sayin oshib boryapti. Yer ekin maydonlari qisqaryapti, ya'ni urbanizatsiya yoki bo'lmasa yerning ishdan chiqishi, boshqa deymiz. Aholini o'sishi, aholini o'sishi u progressiv o'sib ketib boryapti. Uni hali ham ko'pchilik davlatlarda ocharchilik, ya'ni o'sha bu bilan kurash, ya'ni inson mavjud ekan, u har doim yashash uchun kurashadi. Albatta. Ya'ni bu ekinni ozgina bo'lsa ham demak hosilni ko'paytirish yoki bo'lmasam o'sha ya'ni o'sha oladigan o'sha gektariga, misol uchun aytaylik, 10 sentner emas, 15 sentner olishga harakat qiladi. Bu bo'lishi mumkin. O'sha tarvuzlar misol uchun ilgari yoki bo'lmasam aytaylik, biz yaqinda golubika ekini bor. O'sha bo'yicha bir anaqa meni shogirdim, PhD talabam tadqiqot boshladi. Biz golubika bu juda ham anaqa foydali rezavor ekin. Mevasi shu taxminan endi 1,5-2 sm diametrdagi mevali anaqa mevalari bor. O'ta makroelementlarga boy bo'lgan, vitaminlarga boy bo'lgan ekin ekan. Men o'zim ham yaqinda iste'mol qilib ko'rdim. Ana endi mana shuni bir hamkasbim aytayaptiki, Xitoyda shundan 2 barobar, 3 barobar katta meva beradigan navlari yaratilgan. Ana ko'ryapsizmi? Demak, hozirgi deylik 2-3 sm yoki 5 sm atrofida bo'lganda, o'sha Xitoyda buni 2 barobar katta hajmdagisi. Shunday, albatta. Bu hozir texnologiyadan unumli foydalansangiz, u narsani misol uchun aytaylik, 15 yil oldin tarvuzni o'zimiz yoshligimizda yeganmiz, urug'i katta bo'lardi. Hozirgi kunda deyarli urug'ni ko'rmaysiz ba'zida. To'g'rimi? Juda mayda. Juda mayda. Uni urug' bor, faqat u urug'lanmagan. Ya'ni nima deydi? Pushsiz. O'shaning uchun urug' mana shu semichkasi, ya'ni urug'i kattalashmagan. U triploid tur hisoblanadi. Ya'ni diploid bilan tetraploid tarvuzni chalishtirib, o'sha triploid olib, uni sotyapti. Mana sizga anaqa xuddi shunaqa narsa. Endi bu oddiy texnologiya. Bizda CRISPR yoki undan keyin yana yangi texnologiyalar chiqib ketadi hali. Men o'ylayman, mumkin kattartirish. Mumkin, ha? Mumkin-da. Endi qaysidir darajagacha, endi inson shunaqa jonzotki, aqlimiz yetmaydigan nimalarni bo'lishi mumkinmikan yoki mumkin emasmikan degan o'yga boramiz. Fikrlaymizda. Fikrlab, mana anaqa podkastimizga mana mos bo'ldi. Fikrlab, anaqa shu bo'lmasa kerak yoki bo'larmikin degan nimaga boramiz, lekin bo'lishi mumkin. Ana endi qiziq savol o'simliklar bilan bog'liq. Biz yuqorida aytdingiz, pomidor yoki bo'lmasam bodringlarni gumon mahsulot, ya'ni yovvoyi turdan hozirgi iste'mol qiladigan naviga olib keldik. Tarvuzlarni ham, qovun, shunga o'xshash o'simliklar ko'p. Mana shu navi o'zgartirilgan o'simliklarni, gumon mahsulotlarini iste'mol qilsak, inson geniga ta'siri mavjudmi? Yaxshi savol bo'ldi. Demak, men yuqorida aytib o'tib ketdim, GMO texnologiyasi yoki bo'lmasa GMOdan olinadigan mahsulotlarni kategoriyalash kerak, ya'ni sinflarga bo'lish kerak. Endi shu paytgacha olinadigan ko'p nimalar, GMO texnologiyalari asosan o'sha begona gen kiritilardi. Begona gen va bu qaysidir jihatlama xavfli edi. Hozir kunda unaqa narsa yo'q. Faqat bitta
nukleotid o'zgartiriladi yoki nima shu yangi texnologiyalarda. Yoki bo'lmasam keyin yana bitta narsa borki, bu mutaxassislar tomonidan tez demak eslatib turiladi. Transgen bo'lgan ekin, ya'ni o'sha xohlaymizmi yo'qmi oxirgi o'sha nima ham oxirgi texnologiya ham CRISPR-Cas9 bu ham transgen o'simlik olish asosida yaratiladi. Bunda tanlab olish, o'sha transgen genotipni tanlab olish bu oziqa muhitida shu antibiotiklarga chidamli antibiotiklar asosida tanlab olinadi. Ya'ni o'sha vektor konstruksiyasida o'shanga antibiotiklarga chidamli genlar mavjud. Demak, mutaxassislarning asosiy eslatishlari demak insoniyat o'sha kelgusida o'sha GMO mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida o'sha antibiotiklarga chidamlik darajasi yo'qolib ketishi mumkin degan nimalar bor va buni hozirda ko'ryapmiz. Chunki misol uchun aytaylik, biz yoshligimizda pensilin olardik. Hozir kim pensilin oladi? Hech kim olmaydi. Eng nimasi bitsilin yoki undan nimalari bor. Antibiotiklar o'ta kuchli antibiotiklar olinadi insoniyat tomonidan, afsuski. Shu jihatlama demak. Demak, umumiy xulosa qilib aytsak, o'sha katta bozorlarimizda yoki supermarket, gipermarketlarimizda turgan, tasavvur qilaylik, dekabr oyidamiz, qahraton qishning o'rtasida pomidor turibdi. O'sha issiqxonadan chiqqan, uni qo'rqmasdan iste'mol qilsak bo'ladi. Bu inson geniga ta'sir o'tkazmaydi. Albatta, endi mana rivojlangan davlatlarda qishin yozin tarvuz deymizmi yoki pomidor, bodring yoki anaqa qulupnay deymizmi? Bir xil narxda. Chunki asosan yopiq usulda, ya'ni asosan issiqxonalarda yetishtiriladi ular. Birinchidan kasallik bilan kurashish oson. Ikkinchidan yil 12 oy hosil olib turish mumkin. Remontantlik degan narsa bor. Bu yil 12 oy hosil berib turadi. Ayniqsa qulupnay yoki bo'lmasa tarvuz, qovunga o'xshagan nimalarda, ekinlarda bu narsa mavjud va yil 12 oy nimada issiqxonada yetishtirib supermarket, gipermarketlarda bemalol sotilishi mumkin va u mutlaqo zararsiz. Bu endi genom seleksiyasi hozir texnologiyalar bor, o'sha yoki bo'lmasa markerlarga asoslangan seleksiya asosida yaratilgan bo'lishi mumkin. Bu narsa aynan GMO mahsuloti degan fikrdan yiroqroq bo'lishimiz kerak. Chunki birinchidan o'sha har bir davlatni o'zini o'sha GMO bo'yicha qonunlari bor, mutaxassislari bor. Albatta, bizda ham ishlab chiqilyapti. Endi supermarketda yoki bo'lmasa gipermarketda o'sha oziq-ovqat do'koni deymizmi? GMO mahsuloti yoki bo'lmasa GMOdan xoli mahsulot degan yorliqlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Menda yana bir fikr bor, ya'ni bozorlarga borganimizda, bozorlarda o'shani xalq tilida aytamiz, SES deymiz yoki sanitar epidemiologik markazdan vakillar bo'ladi. Yoki bo'lmasam uni mahsulotlarni sifatlilik darajasi bilan shug'ullanuvchi shaxslar ham bor. Demak, xulosa qilib aytsak, uni qo'rqmasdan bizni iste'mol qilishimiz mumkin. Ya'ni o'sha mutaxassislar, olimlar tomonidan tavsiya etildi. Bu o'z-o'zidan yo'qdan bor bo'lib qolgan narsa emas. Albatta, endi o'sha endi bilmadim, siz o'sha sanitariya epidemiologiya markazlarini tekshiruv qoidalari yoki bo'lmasa tekshiruv normalari qanaqa darajada? Ehtimol ularga ham o'sha aynan GMO mahsuloti yoki mahsuloti emasligi bo'yicha endi bu qonun albatta ishlab chiqilgandan keyin shu narsani kiritish kerak bo'ladi. Endi hozirgi kunda endi bu yaroqlilik yaroqli emasligini aytib berish bo'yicha bo'lsa kerak sanitariya epidemiologiya markazi, lekin shunaqa narsa endi bular ko'pincha buni maxsus laboratoriyalarda akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar aniqlab berishi mumkin. Bu aniq GMO yoki GMO emasligini. Endi sanitariya epidemiologiya markazlari ham agar shunga yo'naltirilsa va moslashtirilishi, muvofiqlashtirilsa, ehtimol ularning xulosasi asosida ham
iste'mol Menimcha bu muvofiqlashtirilsa kerak, chunki biz faqat oldinga qarab harakat qilyapmiz, o'shaning uchun bular ham muvofiqlashtiriladi. Xo'p. Hali bizda yordamchi yo'q. Yo'q. Bir o'zingizga men qo'y qo'shim kerak. Bir o'zingiz shunaqa narsani qilyapsizmi? Men ishdan ortib yurdi. Hali bularni hali montaj ham qilaman. Zo'r. Xo'p, menda ilgari shunaqa narsa bor edi. Menda dadamni akalari bizda endi bobo deydi. Navaram deydi, qaysi ishni o'zing qiziqadigan ishni qilgin va o'sha ishni eng zo'ri bo'lgin. Shunday. Ana shuni men qiziqdimmi, demak, o'shani eng zo'ri bo'lishim kerak. Albatta. Maqsad shu. Zo'r. Xo'p, yana bir savol hozirgi kunda sun'iy intellekt. Yoki robototexnika deymiz. Juda jadallik bilan rivojlanyapti. Olimlarni yillab o'qigan kitoblari yoki bo'lmasam o'sha genlarni o'zgartirish, laboratoriyada yillar qilgan ishlarini bitta sun'iy intellekt bir soniyada amalga oshiryapti. Nima deb o'ylaysiz? Keyinchalik mana shu genetikada sun'iy intellekt kirib keldi va u kelajakda olimlarning o'rnini egallay oladimi sun'iy intellekt? Endi men har doim aytib kelaman, demak sun'iy intellektni o'zimizni tabiiy, ya'ni tug'ma intellektimiz bilan boshqarish kerak. Bundan boshqa chorasi yo'q. Bundan boshqa nima? Faqat tubanlikka yetaklaydi. Ya'ni sizni sun'iy intellekt boshqarish kerak emas. Bu sun'iy intellekt oddiy bir vosita. Lekin u genetik olim bo'ladimi yoki bo'lmasa matematik olim bo'ladimi? Bu faqat tadqiqotingizni jarayonlarini o'ta tezlashtirib beradigan juda ham yaxshi, juda ham foydali vosita. To'g'ri, foydalanishimiz kerak. Albatta. Biz bundan taxminan 2 haftami, 1 hafta oldin aynan sun'iy intellekt bo'yicha tafakkurmi, qanaqadir podkastda nima berdim. Buni kuzatuvchilar tomosha qilishlari mumkin. Men linkini qoldirib qo'yaman, alohida kirib ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat. Endi yana bitta narsa, hozirgi kunda o'sha yerda yana qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Oliy ta'limdagi o'rni qanaqa degan savol bo'ldi. Oliy ta'limdagi o'rni men shu paytgacha talabalardan so'ramagan ekanman. Lekin taxminan bilar ekanman, talaba sun'iy intellektsiz, u sun'iy intellekt bilan ishlamaydigan talabaning o'zi yo'q. Hozirgi kunda rivojlandi, juda ham rivojlandi. U sun'iy intellekt bilan ishlamayapti, demak zamondan orqada qolgan, juda ham anaqa eski fikrlaydigan shunaqa talaba bo'ladi. Lekin har bir narsada baribir me'yor bo'lishi kerak. Biz o'ylaymizki, o'sha yerda anaqa imtihon jarayonlarini, imtihon ko'rinishlarini, imtihon formatini o'zgartirishimiz kerak. O'shandagina talaba sun'iy intellektdan ko'r-ko'rona foydalanish bo'lmaydi. Sun'iy intellektdan foydalansin. Chunki hozirgi kunda darsliklarni yetkazib berish zamonaviy. Kundan kunga yangi texnologiyalar chiqib ketyapti. Kundan kunga yangi o'sha fanlar yildan yilga rivojlanib boryapti. Bu narsani sun'iy intellekt orqali birpasda ma'lumot olish mumkin. Tahlil qilib, analiz qilib va o'ziga kerakli ma'lumot albatta. Lekin imtihon jarayonida uni ko'chirishga qo'yib bersak, bu degani umuman to'g'ri kelmaydi. Biz agar misol uchun men hozir imtihon jarayonida bo'lsam, birinchidan nazoratchilar bor, ikkinchidan hech kim ko'rmayapti, men ko'chirsam ham mayli deganda men o'zimni oyog'imga o'zim bolta urgan bo'laman. Chunki o'sha bilganimda emas, ko'chirganimni yozaman. U bilim o'sha ko'chirganimniki bo'lib qoladi. Lekin miyamdagi bilim emas. Albatta. Yana bitta narsani nimaga olish kerak, e'tiborga olish kerak. Baribir poyloqchi o'g'rini poylab ulgurmaganday talabani ham hech qachon ulgurmaysiz, ya'ni udda qila olmaysiz ko'chirmasligiga. Baribir ko'chirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun men o'ylaymanki, oliy ta'limda mana shu imtihon ko'rinishini, formatini o'zgartirish kerak. Bu suhbat oddiy suhbat bilan o'tkazish kerak. To'g'ri, vaqt biroz ko'proq ketadi, lekin samara beradi baribir. Chunki o'qishga majbur etadi. Albatta, o'qishga majbur qiladi. Erkin qo'yib berish kerak. 10 daqiqa, 15 daqiqa o'sha fan bo'yicha savol-javob, mutaxassis bilan savol-javob qilsin, ikkita mutaxassis o'tirib, siz birpasda uni bahosini berib qo'yasiz. Ya'ni qanchalik darajada bilim oldi, o'sha egallay oldimi o'sha bilimni, egallay olmagan bo'lsa yana ehtimol o'sha fanni qayta nima qiladi, o'zlashtiradi baribir. Chunki
sun'iy intellekt bor. Boyaga aytganimizda yana to'g'ri. Hozirgi kunda o'sha oliy ta'limda yoki bo'lmasam ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlar bunga turtki bo'lyapti. Men o'ylardimki, kelajakda suhbat jarayonlari ham bevosita bo'ladi. Hozirgi kunda ayrim yo'nalishlarda test rejimga o'tishdi. Yozmadan testga, ya'ni kompyuterda test topshiradi. U yerda hech narsadan ko'chira olmaydi, foydalana olmaydi. Faqatgina o'qiganini to'g'ri ekanligini bilganda belgilaydi. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Faqat bu inson bilan, tibbiyot bilan bog'liq bo'ladi. Faqat men sizning fikringizni so'rayman. Qaysi kasalliklar nasldan naslga o'tadi? Men yon atrofimdagi yoki turmush tarzimdagi insonlar bilan gaplashganimda ularda ko'raman. Mana sochlar oqarib ketgan. Hali yosh bola, misol 5-sinf, 6-sinfda, lekin soch oppoq. Bizda qachonki yoshimiz 50 dan oshsa yoki 60 ga yaqinlashsak yoki o'ta berilib nima deydi, ishlasak, stressga tushsakgina sochga oq tushadi deb eshitganman. Lekin bolada ham o'sha u hali go'dak, lekin soch oq. Men bilgani bitta mana shu nasldan o'tdi deb men o'zimcha tasavvur etaman. Endi yana boya yuqorida aytib o'tib ketdik, demak 70-80% kasalliklar, kasallik bo'lmasligi ham mumkin. Endi kasallik deb qaysi ma'noda? O'sha insonga inson faoliyatiga to'sqinlik qiladigan narsa bu kasallik. Ya'ni inson salomatligini buzadigan narsa kasallik. Endi boshqa belgilar bor. Masalan, o'zingiz aytyapsiz, sochga oq oralashi yoki masalan sochning umuman tushib ketishi. Bular endi deyarli kasallik deb hisoblamayman, sababi endi bu belgi. Belgi, bu belgilar ham insiy bo'lishi mumkin. Ko'p jihatlarni kuzatganmiz. Rostdan ham mana o'rtada soch tushib ketadigan bo'lsa yoki bo'lsam soch tezroq oqaradigan bo'lsa, farzandlarda ham shunaqa nimalar kuzatiladi. Lekin yana boya aytib o'tib ketdim, men o'sha nimamda qolaman. Epigenetik jihatdan o'sha o'zingizni mana shu belgilarni ham o'zgartirish mumkin. Ya'ni o'sha to'g'ri anaqa ota-ona o'sha aytaylik o'sha oilada o'sha stress holatlar juda ko'p bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi siz balogatga yetdingiz, yangi turmush qurdingiz, oila qurdingiz va o'shanda o'sha stresslarga tushmasdan, demak o'sha aytaylik o'sha kallik yoki bo'lsam nimalarda ehtimol soch oqarishi, kallik emasmi? Soch oqarishi degan stressga tushmasdan turib, ehtimol stress ta'sirida bo'lishi mumkin-da, mana shu soch oqarishi. Shuni kamaytirish mumkindir. Demak, yurakni kengroq qilishimiz kerak. Albatta, ko'ngil xotirjam bo'lsa, halovat bo'lsa, insonda sog'lig'ida ham. Yana bitta fikr bor. Endi men hozir xulosa qismida aytmoqchiman. Yoshligimdan yoki ko'cha-ko'yda juda ko'p eshitaman. Seni otang shunday edi, sen ham shunday bo'lasan. Yoki seni boboyingda mana shunday edi, demak sen ham shunday bo'lasan. Bu aslida unaqa gendan o'tmaydi. Demak, inson qachonki sog'lom bo'lsa, o'zini ustida ishlasa, bu naslga qaramaydi. Albatta. U o'zini ustida ishlasa, demak, o'shanda oldinga qarab yoki o'sha kasalliklarni ham boya yuqorida aytganimizdek bloklab, o sog'lom turmush tarzini kundan kunga rivojlantirsa, bu o'sish juda ham bo'lar ekan va o'zini ham geni, demak, mustahkam bo'lib boraveradi. Albatta. Endi men bundan bir 4-5 yil oldin o'sha pandemiya davrlarida bir video darslar qilish bo'yicha topshiriqlar bergandim shu Milliy universitetda. O'shanda bir video dars qo'yganman, YouTube platformamizda ham bor. Epigenetika, boya aytib ketdim, epigenetika, epigenomikani ahamiyati haqida. Mana shu yerda bitta narsa bor. Ikkita egizak bilasiz, bitta tuxum hujayradan paydo bo'ladigan shakllangan ikkita organizm. Mana shu ikkita organizm ikkita muhitda o'sgan. Biri 50 yoshga yetib, o'sha ikkalovi ham 50 yoshda. Bittasi demak yaxshi epigenetik jihatda yaxshi muhitda, ijtimoiy muhiti yaxshi bo'lgan, hamma har jihatlama turmush tarzi yaxshi bo'lgan, 50 yoshda ham marafonda yugurib yuradi, kasallik alomatlari yo'q. Sog'lom turmush turmush tarzi.
Ikkinchisi juda ham anaqa qiyin nimada o'sgan turmush tarzi ham ijtimoiy muhit ham o'ta nima shu ikkinchisi 50 ga kirmasdan yurak kasal, infarkt, insult degan narsalarni olgan. Mana sizga bitta misol. Demak bu agar siz yuqorida aytib o'tgan seni otang yoki bobong shunaqa edi degan tahqirlash bo'ladigan bo'lsa, bu ham epigenetika degani va shu ijtimoiy bosim deymizmi, shunaqa ijtimoiy bosimlar ostida o'sib kelgan nima baribir epigenetikasi yomonlashib boraveradi. Yoki bo'lmasam seni otang, bobong shunaqa zo'r kurashchi edi, misol uchun aytaylik. Ha, albatta. Kurashchi edi, senda ham shunaqa narsa kuzatildi deydigan bo'lsa, bu narsa baribir epigenetik jihatdan motivatsiya beradi. Motivatsiya deymiz, o'sha rag'bat beradi va yaxshilanib boraveradi uni nimasi turmushda. Mana shu joyda Hajiga rahmatli kulgi ustasi Hojiboy Tojiboyev bekorga Napoleonni janob turing, sizni buyuk ishlar kutmoqda deb bekorga aytishmagan. Demak, biz ham o'zi o'rnida farzandlarimizni yoki yon atrofdagilarga mana shunday nima deydi, to'g'ri talqinda, to'g'ri fikrda ularga taskin berishimiz yoki to'g'ri muomala madaniyatini o'rgatishimiz kerak. O'shanda insonga o'ziga bo'lgan ishonch yuqori darajada bo'lib boraverar ekan. Agar aksinchasi bo'lsa, shunday. Men har safar o'sha ma'ruzalarimni o'qishda endi asosan genomika asoslari bo'yicha ma'ruza o'qiyman. Talabalarga aytamanki, epigenetikangizni yaxshilang. Genetikangizni o'zgartira olmasangiz mumkin, lekin epigenetikangizni yaxshilash o'zingizni qo'lingizda deb boya yuqorida aytib o'tganimizdek motivatsiya, rag'bat nima deydi, anaqa berib ketaman. Endi bir 10% olsa ham shuni biz demak ko'zlagan maqsadga erishgan bo'lamiz. Bilasizmi, auditoriyada ijtimoiy tarmoqda bir kichik video tarqalgan edi. Bir ustoz auditoriyaga kirganda bu yerda kelajakdagi vazirlar, direktorlar hamda katta insonlar o'tiribdi. Sizlar meni bugungi leksiyamizni tinglashga tayyormisiz deganda, butun talaba, ya'ni fikri boshqa joyda bo'lgan talaba ham o'sha so'zni eshitgandan keyin butun diqqatini darsga qaratganini ko'rganman. Demak, bu ham o'qituvchilarimizga bir juda yuqori darsini tinglashiga turtki bo'lishi ehtimoli yuqori ekan. Xo'p, oxirgi savolim, men o'ylaymanki, bu kuzatuvchilarimizdan o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Oxirgi savolim bu shaxsiy savol, o'zingizda hayotingizda hozirgi kunda shu darajaga keldingiz, olimlik darajasiga. Sizni hozir dunyo taniyapti. Dunyo genetikasidagi olimlar ilmiy maqolalaringizni ko'rib, tahlil qilyapti, o'rganishyapti. Shogirdlaringiz bor. Men xursandman. Bizni bir o'zbek o'g'lonimiz shu darajaga kelib, olim darajasiga yetishish bu ota-bobolarimiz bekorga aytmagan, nina bilan quduq kovlashdek. Bu davomli bo'lsin deyman. Genetik olim bo'lganingizdan, mana shu sohaga juda ko'p qiyinchiliklar bilan kelgansiz, shu darajaga olim bo'lganligingizdan, mana shu mavqega erishganligingiz bilan hech afsuslanmaysizmi? Nega afsuslanmaysizmi? Balkim yoshligingizda boshqa sohaga bo'lgan qiziqish bo'lgandir. O'ylamagansiz-ku, to'g'rimi? Olim bo'laman deb. Va balkim nima deydi? Bu hammada bo'lar degan narsada. Men balkim boshqa sohani qiziqgan edim, lekin olim bo'lib ketdim degan sizda ikkilanish yo'qmi? Avvalambor e'tirof uchun rahmat. Endi men bunchalik o'zimni biroz noqulay bo'lyapti. Endi to'g'ri tanilgandirmiz, lekin o'zimizni soha yo'nalishi bo'yicha endi unaqa katta nimaga tanilmaganmiz, lekin bir narsa borki, men tadqiqotchi, o'sha aynan biolog tadqiqotchi bo'lganimdan xursandman. Endi ochiq gap, yoshligimda fizikaga ko'proq qiziqardim. Biologiyadan ham ko'ra fizikaga ko'proq qiziqardim va har doim fizika fanidan menda 5 baho bo'lardi. Biologiyadan ham yaxshi. Ochiq kimyo biroz qiynardi. Kelib mana kimyo bilan bog'liq bo'lgan soha egasi sohani tanladim. Ko'proq
stomatolog, ya'ni tish doktori bo'lishga qiziqqanman, nimagadir bilmayman. Ehtimol o'sha bir ikkita o'sha sohani nimalari bor edi mahallamizda, shuning uchun bo'lgandir. Har doim o'sha yurish-turishlari nimalari bilan taqlid qilishlar, o'xshash harakat qilishlar, o'sha ularga taqlid qilishga harakat qilganmiz. Shuning uchundir. Lekin hali biolog tadqiqotchi sifatida biz deyarli hech narsa bajarmadik deb o'zimga shunaqa nima qilaman. Hozirda ancha demak shogirdlar bilan birgalikda juda katta ishlarni boshlaganmiz. Xudo xolasa hozirgi kunda biz g'o'za, bug'doy, makkajo'xori, qulupnay, golubika boya yuqorida aytib o'tib ketdim. Malina bo'yicha yana bir qancha shu ekinlarda, pomidor ekinlarida genetik tadqiqotlarda, molekulyar genetik jihatdan o'rganish bo'yicha tadqiqotlar boshlaganmiz va kelgusida umuman xalqqa, umuman anaqa butun insoniyatga foydasi tegadigan ilmiy tadqiqotlar qilamiz degan umiddaman. Rahmat. Nega bu savolni berdim? Talabalar yoki shogirdlaringiz siz bilan uchrashganda ustozni oldida baribir bir to'xtash bo'ladi-da. Meni ham ilmiy rahbarimning oldiga borganda faqatgina mavzu doirasida gaplashaman. Shaxsiy savollarimni bera olmayman. Afsuslanmaysizmi deb so'ray olmayman. Mana endi mana shu podkast orqali sizni shogirdlaringiz yoki bo'lmasam kuzatuvchilaringiz, mahalladoshlaringiz balkim ustoz stomatolog bo'lganda yoki fizik olim bo'lganda ham sohani eng mutaxassis olimi bo'lgan deb bilishardi. Va endi ushbu sohadan ham sizga savol bersa, siz ularni bilamanki, siz javob bera olasiz. O'sha stomatologiya bo'yicha ham, fizika bo'yicha ham. Albatta. Endi yana bir narsa o'zi buni oldinroq bir aytib o'tishim kerak edi. Baribir mana shu sohani tanlashim uchun turtki bo'lgan ustozlarimiz akademik Abdusattor Abdukarimov hamda Ibrohim Yo'lchiyev Abdurahmonov, mana o'zingiz yaxshi bilasiz, ta'lim vaziri bo'ldilar, innovatsion rivojlanish agentligi vaziri bo'ldilar, hozirgi kunda qishloq xo'jaligi vaziri, akademik. Mana shu olimlar aynan shu yaxshimi yomonmi qanaqadir mutaxassis bo'lishimga yaxshigina hissa qo'shgan. Bu o'shalarni mehnatini samarasi deb o'ylayman, ularga minnatdorchilik bildirib qolaman. Va shu o'rinda men ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. 5-sinfligimda juda sho'x bo'lganman. Ona tili va adabiyot fanidan o'qituvchimiz tengdoshlarimga, sinfdoshlarimga gapirayotgan vaqti joyimda o'tirmaganman. O'sha vaqti kelib kitob bilan boshimga shunchalik urgan, sen hech qachon ona tilini ham, adabiyotni ham tushunmaysan degan. O'zimni men ko'rsatib qo'yaman ustozga deb shu darajada adabiyotga, ona tiliga qiziqganmanki, hozirgi kunda mana kichik bir podkastlarni boshlovchisi bo'lib turibman. Mana shu o'rinda agar meni kuzatib turgan bo'lsa, mana shu ona tili va adabiyot o'qituvchisi, men u kishilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizning mehnatingiz bilan bugun biz shu darajadamiz. Ustozlarimizga doim biz hurmatdamiz. Faxrin aka, podkastimiz haqida so'nggi so'zingiz xulosa qilsak, bugungi uchrashuv va yana bitta narsa, bizni ustozimizni ko'rib turganlar kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yana ustozimiz bilan qaysi mavzuda suhbat qilishimizni yozib ketsangiz, bu boshlanishi albatta. Keyingi sonlarda ham albatta sizni chaqirib faqat o'sha mavzuda gaplashamiz. Marhamat. Endi so'nggi xulosa, demak, podkast ajoyib, to'g'ri yo'nalishda. Endi men pedagogik faoliyatdan shug'ullanib boshlaganimga mana 10 yil bo'ldi. 2016-yilda boshlaganman. Asosiy faoliyatim ilmiy tadqiqot institutlarida. Endi sun'iy intellekt bilan ishlashni rivojlantirish kerak, oliy ta'lim muassasalari o'sha tezlikda joriy qilish kerak, kerak bo'lsa imtihon jarayonlarini baholash deymizmi yoki boshqalar deymizmi? Yana bitta narsaki, o'qituvchilar
o'qituvchilar asosiy o'rinda sun'iy intellekt bilan ishlab talabalardan qolib ketmasligi kerak. Sababi bular tez rivojlanyapti. Baribir o'qituvchini o'zini nimasidek ko'radi, nima deydi? Boshqaruvchida, ya'ni lider bu sifatda ko'radi va uni aytganini qiladi. O'shaning uchun o'qituvchilar o'zini ustida ishlashi kerak va zamondan orqada qolib ketmasligi kerak deb o'ylayman. Podkast ishlariga muvaffaqiyatlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Xudo xohlasa Fikrlar podkasti million prosmotr yoki million obunachi bo'lganda, ko'rishlar soni bo'lganda, million bo'lganda, bunga sababchi bo'lgan insonlarni alohida men uylariga, xonadoniga borib minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Men ana shu narsani ko'zlayman. Ijtimoiy tarmoqda yoki media makonda har xil sohani blogerlari bor, lekin ta'limni, ilmni ko'proq targ'ib qilish, ularda misol bir olimning fikrini butun ommaga chiqarib berish menimcha men kamdan kam ko'raman. Balkim yo'qdir ham. Men maqsadimni mana shu qilganman va meni yo'nalishim ham shunaqa. Endi shu juda maqsad to'g'ri qo'yilgan va o'ta yuqori maqsad qo'yilgan. Bunga erishish mumkin. Faqat endi men bir tavsiyam, taklifim buni ingliz tilida yoki bo'lmasa subtitrlari bilan berilsa, ya'ni ingliz tili bilan shu yoki bo'lmasa yana boshqa ehtimol sun'iy intellekt bor, yana o'sha ingliz tilini buni ingliz tili bilan bemalol qamrab olish mumkin. O'sha millionlab ko'rishlar soniga podkast ishlariga muvaffaqiyatlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Fikrlar bu ilm fan fikrlar uchrashadi shu makon.